Demak, biz Wipro brokerning asosiy oynasida turibmiz. Keling, pastga aylantirib, savdo hisobimizni topamiz. Agar sizda savdo hisobingiz bo'lmasa, shunchaki bittasini oching. Lekin bizda borligi sababli biz ushbu 3 ta gorizontal nuqtani tanlab, hisob ma'lumotlarini tanlashimiz kerak. Bizga ekranning pastki qismi kerak. U yerda biz server, login va parolni ko'ramiz. Endi biz MetaTrader 5 ga o'tamiz. Pastki on burchakda sozlamalar, yangi hisob ochishni tanlang. Yuqori qidiruv satriga Wipro deb yozing. Biz tanlaymiz. Endi oldingi broker oynasiga qaytaylik va Wipro MT-FIVE Live 02 serveriga qaraylik. Shunday qilib, bu yerda biz Wipro MT-FIVE Live 02 ni tanlaymiz. Keyin bizda kirish qatori bor. Kirish ma'lumotlarini nusxalash. Va keyin biz parolni kiritishimiz kerak. Agar parolingizni unutgan bo'lsangiz, uni yangilash tugmasini bosish orqali yangilashingiz mumkin. Lekin parolimni eslab qolganim uchun uni shu yerga yozaman va bajarildi tugmasini bosaman. Savdo terminali yuklandi va endi siz MetaTrader 5 yordamida savdolarni ochishingiz mumkin.